Mabodo kuyovlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Buxorolik kuyovlar. Bola uylanma kerak. Mehnatkash bolalar lekin. Pravasi ham bor. Mabodo Qoraylarda qo'y bo'lib turib, qo'y yunglarini olmoqchi bo'lsanglar, mana shu bolani telefonini qo'yaman qilasizlar. Mana shu reklama qilib beryapman. Zora menga arzonroq qilib berarmikan endi? Lekin degan eshitdinglar sizlar ham bu yil birinchi marta mana chaqirdik. 2026. Bugun bu pravan oldi, bugun haq beradi. 4 marta topshirib, oxiri pravan oldi. Hozirga sizga tekinga olib beraman. Boshqalargachi nech puldan qilib berasan? Kelishtirib olib beramiz, telefon. 5 ming ko'proq. Assalomu alaykum, yaxshiliklar. Furqat, xorma. Yung oladigan bolalari ham kuni ko'pon. Bormisan, ular nima qilib qo'ydinglar? Kichkina bola bo'lib qoldi-ku bular. Inshaalloh. Endi bular narxi oshadi. Yungi bilan kelgan, vazndan kelib chiqib turib narx chiqarganmi? Bir-biridan asal, bir-biridan go'zal. Furqat menga aytgan, Bahodir aka sizga tekinga qilib beraman, aka degan. Menga mana reklama harakatida yuribman. Boshqalarga ham tavsiya qilaman, haqiqatda gap bo'lishi mumkin emas, bolalar mehnat bo'lib kelib, qo'ylar yunglarini olib juda chiroyli xizmat qiladi. Biz ham nomardman, tekinga Bahodir oldirar ekan deb o'ylamanglar, baribir ham mehnatni qadrlaymiz. 25 ming so'mda mana olib beryapti. Qo'ylarimiz yungga olingan, mana yunglarini olib chiqib tashlayapti.